الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على ما أسأل قدير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hurmatli aziz vatandoshlar, aka-ukalar, opa-singillar, o'zimizni juda ko'rkam, go'zal, bolajon o'zbek tilida gapirib, o'zbek tilini tushunadigan azizlarim, bugun biz Muxtasar al-Viqoya kitobi bo'yicha 5-ma'ruzamizni boshlash arafasida turibmiz. Bugungi ma'ruzamizni nomi sunnat g'usullar nomi ostida bo'ladi. Demak, qaysi bir holatlarda g'usul quyunishlik sunnat hisoblanadi? Bu savolga endi muallifni o'zi yetuk alloma, zabardast olim, faqih, o'zimizni vatandosh olimlardan, dunyoga dovrug'i tanilgan olimlardan birisi Shayx Ubaydulloh ibn Mas'ud al-Mahbubi al-Buxoriy, o'zimizni buxorolik olim Muxtasar al-Viqoya kitobida quyidagi matnni yozib, javob tariqasida aytgan ekanlar. قال المصنف رضي الله عنه والسنة للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة. Juma namozi uchun g'usl quyunishlik sunnat. 2 hayit namozi uchun g'usl quyunishlik sunnat. Haj yoki umra uchun ihrom bog'laganda g'usl qilish sunnat. Arafat tog'ida turish uchun g'usl qilish sunnat. Demak, 4 holat. Agar bitta o'rganib chiqsak, inshaalloh juda ham bir maqsadga muvofiq yaxshi ish bo'lar edi. Juma namozidan oldin juma namozi uchun g'usl qilish sunnat. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, 2 hayit namozi uchun g'usl qilish sunnat. Xohlasangiz endi mana shu 2 hayitni bo'lamiz mana. Ro'zai Ramazondan keyingi hayitdan oldin, hayit namoziga borishdan oldin g'usl qilish sunnat. Qurbon hayit namozidan oldin, qurbon hayit namoziga borishdan oldin g'usl qilish sunnat. Haj ihromini kiyishdan oldin g'usl qilish sunnat. Endi hajdan boshqa vaqtga biz misol uchun Ka'baga borsak, Makka shahriga borsak, bu umra bo'ladi. Umra qilish uchun ihrom bog'laganda g'usl qilish sunnat. Lekin bir vaqtda o'zida ham umraga, ham hajga niyat bog'lasa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Tabiiy, fiqhda buni, o'zimizda Hanafiy mazhabida buni yo al-qiron deb aytishadi yoki at-tamattu deb aytishadi. Al-iqron ham deyishadi, al-qiron ham deyishadi, at-tamattu. Bir vaqtda o'zida bir ihrom bilan odam ham umraga, ham hajga niyat qiladi. 4-inchisi, Arafatda turish uchun, Arafat tog'ida turish uchun g'usl qilishlik sunnat. Mana shu holatlarda demak g'usl quyunishlik Hanafiy mazhabiga ko'ra sunnat amal hisoblanadi. Qala ash-sharih radiyallohu anhu va sunna ayil g'uslu lil jumu'ati bi dammatayn va yusakkanu al-mim. Muxtasar al-Viqoyani sharh etgan olimlardan birisi o'zimizni O'rta Osiyolik yetuk alloma, Balx Xirot shahridan bo'lgan o'zimizda O'rta Osiyolik olim Mulla Ali al-Qori al-Hanafi hazratlari aytadiki, va sunna ayil g'uslu, g'usl quyidagi holatlarda sunnat hisoblanadi. Lil jumu'ati, juma kuni uchun, bi dammatayni va yusakkanul mim. Endi bu arab tilining nozik bir holatlaridan biri. Demak, juma so'zi arab tili qonun qoidasiga ko'ra 2 xil ko'rinishda aytilar ekan. Birinchisi
mim harfi, mim bizda o'zbek tilida endi m harfi, undan keyin u harfi, domma harfi bo'ladi. Ya'ni jumu'a deb aytsa ham bo'ladi, jum'a deb aytsa ham bo'ladi. Jumu'atun hamda jum'atun deb aytsa ham bo'ladi. Ikki xil ko'rinishda ruxsat bor aytishlikka. Ikki xil ko'rinishda, ikki xil talaffuzda aytishlikka arab tili qonun qoidalari to'laqonlicha ruxsat bergan. Jumu'atun deb aytsa ham bo'ladi, jum'atun deb aytsa ham bo'ladi. Chunki Qur'onda Jumu'a surasi bor. Ana shu m harfidan keyin u qisqa unli undosh qisqa unli harfi bor. Jumu'a deb aytilgan. Lima rawa Abu Dawud va Tirmizi va Nasa'i an قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. Endi dalil so'raydigan bo'lsangiz, endi qori aka, Davud hoji, bu g'usul, juma kuni g'usul quyilishlik bu sunnat deb aytdingiz, hamda muxtasarul viqoyadan ham dalil keltirdingiz, matndan mana bir iqtibos, bir sitata keltirdingiz, shu hadis bilan bir isbotlab bersangiz yaxshi bo'lardi degan savol tug'ilsa, mana arabcha matnda o'qidik biz. لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. Samura ibn Jundubdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim juma kuni tahorat qilsa qanday yaxshi, juda ham yaxshi ish. Endi kim g'usul qilsa g'usul afzal dedilar. Kim juma kuni tahorat qilsa qanday yaxshi ish qilibdi, yaxshi ish bo'libdi. Kim g'usul qilsa g'usul endi afzal deb aytdilar. Bu hadisni Imom Abu Dawud Sunan kitoblarida, Imom At-Tirmizi Sunan kitoblarida, Ibn Majah Sunan kitoblarida aytib o'tganlar. Mulla Ali Al-Qori sharhda davomida aytadilarki: "Va huwa mazhabu jumhuril ulama'i va fuqaha'il amsari fil a'sar." Va huwa mazhabu jumhuril ulama'i va fuqaha'il amsari fil a'sari. Mana shu fikr, mana shu qavl, juma namozidan oldin juma kuni g'usul quyilishlik sunnat degan fikr, bu bizni vaqtimizdagi katta shaharlarda tanilgan, dunyoga dovrug'i, dong'i ketgan, ilmi, taqvosi bilan tanilgan faqihlarni aytgan gapi ekan. Val iidayni val ihrami va arafata deb muxtasar al-Quduriyda aytildi. Ikki hayit namozi uchun g'usul quyilishlik sunnat dedik. Amma al-iidani va arafata فلما روى ابن ماجه في سننه والطبراني في معجمه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم العيدين. Endi ikki hayit namozidan oldin g'usul quyinishga, Arafat tog'ida turishlik uchun g'usul quyinishga keladigan bo'lsak, Ibn Majah sahoba Abdulloh ibn Abbosdan, shuningdek Imom At-Tabaroniy o'zlarini Al-Mu'jam Al-Kabir degan kitoblarida sahoba Abdulloh ibn Abbosdan, qolaversa Imom Ash-Shafi'i o'zlarini Musnad kitoblarida, Musnad ash-Shafi'i degan hadis kitoblarida shundoq bir hadisni rivoyat etganlar. Abdulloh ibn Abbos aytganlarki, albatta payg'ambarimiz ikki hayit namozidan oldin g'usul quyinar edi degan hadisni aytganlar. Biz bilamiz, mustalahul hadis degan fan bor. Bu fan juda ham bir mo'tabar, kuchli fan. Hadisni turlarini o'rganadi. Hadis qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Umuman mana shu fan
hadisni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan, tobiinlardan aytilgan hadis so'zlarni bittama-bitta har xil ko'rinishda ekanligini o'rganadigan fan. Sahobalarning so'zi ham bu hadis, faqat ismi, ko'rinishi boshqa. U nima deyiladi? Qanaqa ismda? Hadisun mavqufun deyiladi. Hadisun mavquf. Ya'ni sahobaning so'zi bu hadis. 7 xil holatda hadis, sahoba aytgan so'z hadis mavquf bo'lsa-da marfu' hukmida bo'ladi. Marfu' bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadis. والبزار في مسنده من حديث الفاكه بن سعد وهو صحابي مشهور ولا يعرف له غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. إمام البزار o'zlarining musnad kitoblari sahoba Fakih ibn Sa'd degan sahobadan rivoyat etadilar. Bu sahoba juda ham mashhur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fitr kuni, ya'ni ro'zai Ramazondan bo'lgan, ro'zai Ramazondan keyingi bayram kuni, fitr kuni. Eidul Fitr deyiladi arab tilida. Endi shu hayit kuni, fitr kuni, qurbonlik kuni, qurbon hayiti kuni va Arafa kuni g'usl qilar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitr kuni, qurbonlik kuni va Arafa kuni g'usl qilar edilar degan hadisni keltirgan. Demak, bu hadisni Imom al-Bazzar musnadida rivoyat etgan. Ibn Majada bor ekan, Sunanda, Abdurrazzaq Musannaf kitobida aytib ketgan. Keyin bizda yana bir masala qolyapti. U ham bo'lsa, haj yoki umra uchun ihrom bog'laganda g'usl qilish sunnat. Wa amma al-ihramu falima rawat Tirmizi va ad-Daraqutni an Kharijah ibn Zayd ibn Thabit an abihi annahu sallallahu alayhi wa sallam تجرد لإهلاله واغتسل والمعنى أنه كان يتجرد لإحرامه ويغتسل سواء كان حجا أو عمرة فيفيد المواظبة الدالة على كونه سنة. إمام الترمذي حمد إمام الدارقطني خارج ابن زيد ابن ثابت bu sahoba Zayd ibn Sabitni o'g'illari Xorija, otalari sahoba Zayd ibn Sabitdan rivoyat etgan hadis bor. Shuni dalil sifatida mana keltirdilar. Xorija ibn Zayd ibn Sabit otasidan rivoyat qiladi. Otasi kim? Zayd ibn Sabit. Qur'onni bizga jamlab yig'ib bergan sahoba Zayd ibn Sabit. U kishi sallallohu alayhi vasallamning ihrom bog'lash uchun yechinib g'usl qilganlarini ko'rgan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ustidagi ihrom kiyimini yechib g'uslga endi shu tayyorgarlik ko'rgan ekanlar. Sahoba Zayd ibn Sabit. Bu degani payg'ambarimiz kiyimsiz holatda odamlarga ko'rinmagan, balki shu g'usl quyunishga tayyorlanib yurganini sahoba ko'rgan ekan. Demak, hurmatli jamoat, bugun biz imkon qadar mana shu ma'ruzani, 5-ma'ruzani o'rganib chiqdik. Qo'ldan kelgancha mana Fathu Babil Inaya degan kitobdan dalillar keltirib, masalani bir oydinlashtirishga harakat qildik. Aqulu hadha astaghfirulloh li va lakum. Allahumma ja'alna minas solihin va la taj'alna minat talihin.